Bugün 30 iyun 2026 yıl. Boshqaruvda gap ko'p ko'rsatuvning 4-qismi. Liechtenstein va O'zbekiston misolida. Qayg'usi O'zbekiston, da'vosi Turkiston bo'lgan azizlarim, qalaysizlar? Jonlimsizlar? Liechtenstein mitti knyazlik davlati. Maydoni 160 kvadrat kilometr. Bizning Gurlan tumanidan 3 barobar kichik. Aholisi 40 ming kishi. Aholi zichligi 1 kvadrat kilometrga 250 kishi. Aholi jon boshiga milliy daromad $231,000. Dunyoda birinchi o'rinda. Bizning pulga chaqsak 2 milliard 769 million so'm. Bizda aholi jon boshiga milliy daromad $4,600. Bizning O'zbekistonliklardan 50 barobar ko'p daromad qiladi. Bu bizlardan 50 barobar boy, badavlat yashaydi degani. O'rtacha pensiyasi $3,000. Pensiya bo'yicha ham dunyoda birinchi o'rinda. Bizning pulga chaqsaq 36 million so'm har oyda pensiya olishadi. Bizning pensionerlarimiz har oyda 36 million so'm olib tursa qanday yaxshi? Bizda esa o'rtacha pensiya oyiga $128. Bizda bir yillik pensiyasini qo'shsangiz ham $3,000 yetmaydi. Liechtensteinning dengizga chiqish yo'li yo'q. Haydali qazilmalari yo'q. Jinoyatchilik yo'q hisobi. Kimki jinoyat qilsa, mamlakatdan chiqarib yuboriladi. Vatandaşlığı bekor qilinadi. Mamlakatda ilm-fan, texnika, texnologiya va turizm sohalari rivojlangan. Iqtisodining 40% ulushini sanoat tashkil qiladi. Xizmat ko'rsatish 55% atrofida. İşsizlik 8%. İşsizlarga doimiy ish o'rinlari topgunlaricha mamlakat g'aznasidan pul ajratib turiladi. Bizda yillar davomida ishsiz yurgan biror ishsizga 1 so'm pul ajratilganini ko'rgan veya eshitganlar bormi? Bor bo'lsa yozib yuborsin. Monarxiya davlati bo'lsa ham mamlakat parlament boshqaruvida yuritiladi.
barcha soha soat strelkasi kabi aniq, tiniq bir tekisda ishlash tizimi yo'lga qo'yilgan. Bizlarnikiday bir yil bir sohani oladi-da, o'sha yilni dabdabali nomlar bilan atab, o'sha sohaga urg'u berib, piar va shov-shuv qilib, bajarilmagan ishlarni ham bajarildi deb raport berib, o'zlariga atiqat qilib olishmaydi. Har kelar yilni yangi nom bilan atash orqali iqtisod rivojlanib qolmaydi, ishsizlik kamaymaydi, pensionerlar Liechtenstein kabi 36 million so'm ololmaydi. Axir iqtisodda ham, jamiyatda ham barcha sohalar bir-biriga uzviy ravishda bog'liq holda rivojlanishi kerak emasmi? Bizdagi ucharlar byudjetdan pul o'marishni xamiridan qiz sug'urganday bajarishadi. Sizdan ugina, bizdan bugina deb yuqoridagilarning og'zini moylab, otkatini berib tursalar bas. Ikki tomon ham xursand. Do'ppisini osmonga otib, o'zi ham ko'lankasi sulton bo'lib yashayverishadi. Oddiy xalq esa manglayi sho'rini oqizib, mehnatdan bosh ko'tarmay ishlayveradi. Kosasi oqarmaydi. O'lib, tirilib 10 yil ishlab bitta mashina olsa, o'zicha baxtiyor, qanoti bo'lsa, osmonga uchishga tayyor. Men yuqorida inson qadri qanchalik qadr topishini Liechtenstein misolida bekorga eslatmadim. Liechtenstein davlatini inson qadri qadrlanadigan mamlakat desa bo'ladi. Davlatni ucharlar, alchoqlar boshqarmasa, biz ham hech bo'lmasa 35 yilda o'sha mamlakatning 4dan 1 daromad qilar darajaga erishgan bo'lar edik. Endi anglagan bo'lsalaringiz kerak, O'zbekistonni kimlar qanday yo'llar bilan boshqarayotganliklarini. O'zbekiston Prezident Respublikasidan Parlament Respublikasiga o'tilmaguncha xalqimizning ahvoli kundan kunga og'irlashib, milliy davlatchiligimiz cho'kib boraveradi. Prezidentlik respublikasida butun hokimiyat bitta odam qo'lida to'planishi milliy davlatchilik uchun eng katta xatardir. Men bugun Liechtenstein davlatini, oldingi ko'rsatuvimda Lyuksemburg davlatini bekorga taqqoslamadim. Lyuksemburg ham, Liechtenstein ham monarxiya davlati bo'lishiga qaramay, O'zbekiston prezidentidagi vakolatlarga ega emas. Yuqoridagi ko'rsatkichlar 35 yillik prezident yakka hokimlik rejimining xalqimizga, mamlakatga qanchalik moddiy va ma'naviy zarar berganligini, xalqimizni qanday chohlarga tashlaganini ko'rsatadigan bitta namunadir xolos.
Törtlik. Körüp ezilmesen közdäki ýaşyny, hürmetley almasan kekseni ýaşyny, haýdasy çekmese ýelge, ýeletke, sen üçin esreysen bundaýyn başyny. Bugünge şular Türkistan ittifakyny kuruş we onuň rawnakyny görüş barçamyzga nasip etsin. Görüşgünçe hayır.